Qadrli do'stlar, Mening yurtim telekanalida Omon dasturi jonli efirda sizni xonadoningiz mehmoni va bizni ushbu jarayonlarimizni, ya'ni g'oliblar aniqlash jarayonini ham ijtimoiy tarmoqlarimizga joylaymiz. Ijtimoiy tarmoqdagi obunachilarimizga, kuzatuvchilarga ham biz kun xayrli bo'lsin deymiz va bu yerda bejizmasmiz, g'oliblarimizni aniqlamoqchimiz. Ya'ni Mening yurtim telekanali tomonidan e'lon qilingan mega aksiya omadli teletomoshabinni navbatdagi g'olibini birgalikda aniqlaymiz. Demak, bugun ham har kuni o'yinda ishtirok etayotganlar, aksiya g'olibiga aylanishni niyat qilganlar nasib etsa yaxshi niyatlarga yetishadi. Demak, har kuni har doimgidek shartlar o'sha soat 16:00 dan 18:30 ga qadar Mening yurtim telekanalini tomosha qiling. Shunchaki emas, mehr bilan. Chunki mana shu mehr berayotgan pallangizda sirli raqamlar chiqib qoladi. 4 xonali sirli raqamlarni albatta bank promobotga jo'natishingiz kerak bo'ladi. Mana shu mehr bilan tomosha qilganlarga biz ham mehr ulashamiz. Mehr qiymati 50 million so'm. Bu bizni bosh sovg'amiz bo'ladi. Qolaversa, har kunlik turli xil sovg'alarimiz bor. Hafta yakunida esa 3tasi birda maishiy texnikalar to'plami ham bizni, ya'ni Mening yurtim telekanalini omadli bo'lgan tomoshabinlarga taqdim etiladi. Albatta, yangi yilni shunaqa zo'r xursandchilik bilan qarshi olish uchun Mening yurtim telekanali sizni o'ylagan holda mana shunaqa aksiyani tashkil etgan. Ko'proq ball olishingiz kerak g'olib bo'lish uchun. Ko'proq ball olish imkoniyati esa yaqinlarga, do'stlarga havolani ulash orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun aynan siz sirli raqamlarni jo'natayotgan bank promobotda havolalar taqdim etiladi. Qo'shimcha ball yig'ish degan tugmachasi bor. O'shani bosasiz va yaqinlarni ogohlantirib qo'yasiz. Shu bilan ballaringiz yig'ilib boraveradi. Bugun ham omadli tomoshabinni aniqlash fursatiga yetib keldik. Mehrni aslida qiymati yo'q, u bebaho, uni o'lchab bo'lmaydi, lekin mana shunaqa sovg'alar orqali buni his qildirish mumkin bo'ladi. Kechirasiz, Umidaxon, Promo Bank bot. Mana shu botga 16:00 dan 18:30 ga qadar Mening yurtim telekanalidagi sirli raqamni, 4 xonali raqamni kirgizasiz. 1 daqiqa vaqt ichida tezroq kirgizishingiz sizdan so'raladi. Ana undan keyin esa ushbu aksiyani to'g'ridan-to'g'ri ishtirokchisiga aylanasiz. Ko'proq ball to'plash sizga ko'proq imkoniyatlarni taqdim etadi. Demak, mana shunday imkoniyatlarni qo'ldan boy bermasa harakat qilayotgan teletomoshabinlarimiz orasidan omadli tomoshabinni aniqlaymiz. Bugun demak, random orqali qaysi insonni, qaysi baxtiyor muxlisimizni tabriklash imkoniyati bo'ladi. Bir necha soniyalarda aniqlanadi. Shuning uchun diqqatliroq bo'lib turamiz. Faqatgina g'oliblarimiz omon dasturida jonli efirda aniqlanadi. Shuning uchun har tong dushanbadan shanbaga qadar omon ko'rishni tavsiya etamiz. Demak, hammaga omad tilagan holda biz tasodifiy raqamlar generatoriga murojaat qilamiz va televizor sovg'asi kimga nasib etar ekan? Tayyor bo'lsangiz 3 2 1 ketdik, marhamat. Demak, omad. Qaysi omadli tomoshabinimizni telefon raqamlari hozir bizni ekranlarimizda paydo bo'lar ekan? Ko'ramiz. 94 kodi bilan 21 64 raqam egasi. 64. Tabriklaymiz sizni. Chin dildan muborakbod etamiz. Albatta, uchta raqamlari ko'rsatilmagan holda ularni xavfsizligini ta'minlash uchun albatta shunday yo'sinda aniqlaymiz. Muborak bo'lsin. Hozir bir necha soniyalarda ma'lumotlar bizga kelib tushadi, chunki bu jarayonni kuzatib boruvchi mutaxassislarimiz bor. Siz aynan bank promobotga o'z ma'lumotlaringizni joylashtirgansiz. Mana shu ma'lumotlar to'laligicha bizga yetib keladi. Bir necha soniyalarda ma'lumotlar kelgunga qadar biz eslatib o'tmoqchimiz. Biz faqatgina yagona bitta raqamdan sizga g'olib bo'ldingiz deb qo'ng'iroq qilamiz. 87 kodi bilan 779 89 raqamidan biz sizga qo'ng'iroq qilamiz. Mana hozir telefonlarimiz tinmayapti, bizga ketma-ket qo'ng'iroq qilishyapti. Iltimos, hozir biz g'olibimiz bilan bog'langunimizga qadar bizga qo'ng'iroq qilmay turing. Agar siz haqiqatdan ham g'olib bo'lgan bo'lsangiz, biz o'zimiz sizga bu xabarni yetkazamiz. Xo'p, ma'lumotlar bizda keldi. Umidaxon ism-shariflarni o'qing, men telefon raqamlarini tabriklayman. Hayajonda o'tirgan bo'lsangiz diqqat qilasiz. Demak, omadli tomoshabinimiz kim? Jahongir Shamiyev, albatta mana shu nom bilan ro'yxatdan o'tganlar. Samarqand viloyatidan 1984-yilda tavallud topgan ekanlar. Televizor mukofoti muborak bo'lsin. Chin dildan sizni tabriklaymiz. 2164 raqam egasi. Mana shu insonimizga qo'ng'iroq qilamiz. Allaqachon qo'ng'iroq qilish boshlandi. Ish qilib uyg'ongan bo'ling. Muhim ishonish kerak. Ishonmasdan g'olib bo'lmayman degan o'ylab bo'lmasin. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum. Salomatmisiz? Jahongir aka. Jahongir Shamiyev sizga kim bo'ladilar, onajon? Jahongir Shamiyev. Farzandlarimi? Aha.
Xo'p bo'ladi. Rahmat kattakon. Tongingiz xayrli bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat. Hozir tan olishim kerak yoki men raqamdan adashdim Raqam yoki noto'g'ri raqam terdingiz. berilayotgan inson boshqa raqam tergan bo'lishlari mumkin. Lekin bizga Tekshirib ikkita raqam qayta. berilgan. Ikkita raqam berilgan, hech qisi yo'q. Keyingi Ikkinchi raqamlarga raqamga qo'ng'iroq qila qolamiz. Xo'p. Ro'yxatdan o'tayotganda iltimos qilamiz. Bu kabi biz noqulay holatlar bizni ham xafa qiladi, sizga ham noqulaylik tug'diradi. Shuning uchun iltimos ro'yxatdan o'tayotganda to'g'ri raqam qoldiring. U boshqa birovga tushib qolishimiz mumkin yoki shunchaki o'yin qilib ham ba'zan ro'yxatdan o'tib qo'yishadi. Bo'lishi mumkin. Mana sizga taqdirning shunaqa chiroyli hazillari ham bo'lishi mumkin. Bu holatlarda o'zingizga qiyin bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri ma'lumotlarni kiritishingizni tavsiya beramiz. Keyingi raqamlarga qo'ng'iroq qilamiz. Hozir Keyingi qo'shimcha telefonlarimiz tinmayapti, to'g'risini aytsam, ketma-ket qo'ng'iroqlar bo'lyapti va bu ham bizga birozgina xalaqit beryapti. Raqamni e'lon qilganimizdan so'ng, iltimos bu raqamdan biz sizga g'olib bo'lsangizgina qo'ng'iroq qilamiz. Aksiya bo'yicha barcha ma'lumotlar yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. ikkinchi raqam o'chirilgan. ikkinchi raqam o'chirilgan. Birinchi raqam menimcha noto'g'ri kiritilgan bo'lsa kerak. Jahongir Shamiyev, biz sizni chin dildan muborakbod etamiz. Albatta biz dasturdan so'ng ma'murlarimiz sizga aloqaga chiqishadi. Imkon qadar Jahongir Shamiyev Samarqand viloyatidan 1984-yilda tavallud topgan ekanlar. Aynan mana shu inson bugun televizor mukofotini sohibiga aylandilar. Ularni tabriklaymiz. Bizni eshitayotganlar bo'lsa, aynan ularning qarindoshlari, yaqinlari, do'stlari bo'lsa, ularga yetkazib qo'yasiz. Raqamlari chunki ochiq beryapti. Raqamlari qo'shimcha raqam o'chirilgan, ikkinchi raqamga esa boshqa inson telefonni narigi tomonda javob beryaptilar. Bilmadik, bu holatga yana biz aniqlik kiritamiz. Albatta, hozircha esa barcha savollaringiz bo'lsa, ushbu aksiyada ishtirok etish qanday bo'ladi? Hammasi uchun biz o'zimizni maxsus Telegram kanalimizni joriy qilganmiz. U yerda siz ishtirok etish shartlarini to'liq bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Qolaversa, Instagram sahifamizga ham obuna bo'ling. Biz ham u yerda batafsil ma'lumotni sizga berganmiz. Ushbu aksiya doirasidagi maxsus videorolikni birgalikda tomosha qilamiz. Bu vaqt mobaynida esa biz studiyamizga yo'l olamiz. Ketdik Umidaxon. Ketdik. My5 ni ko'ring, 50 millionni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'ling. Mening yurtim telekanali omadli tomoshabinlarni aniqlaydi. Mega aksiyamizni boshlaymiz. Unda ishtirok etib har kuni televizor va pul yutuqlari, har hafta maishiy texnikalar to'plamlarini qo'lga kiritishingiz mumkin. Bosh sovrin esa 50 million so'm. Ishtirok etish mutlaqo bepul. 24 noyabrdan 26 dekabrgacha har kuni soat 16:00 dan 18:30 gacha sirli raqamlarni elektron pochta belgisi Promobank botga yuboring. G'oliblar har kuni jonli efirda Omon dasturida aniqlanadi. Aksiyada qatnashish uchun ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tgan ishtirokchilarga 10CV platformasidan 30 kun davomida bepul foydalanish uchun vaucher taqdim etiladi. Eslatib o'tamiz, aksiyada 18 yoshga to'lgan yurtdoshlarimiz qatnasha oladilar.